agar renderlaringiz yetarlicha realistik chiqmayotgan bo'lsa, qotgan dizaynlaringiz o'xshamayotgan bo'lsa va shu tufayli mijozlaringiz yoki ishlayotgan sudya sizga kam pul to'lab, siz katta daromadga chiqa olmayotgan bo'lsangiz, bu sizni tajribangiz, qobiliyatingiz yoki qanchalik ko'p ishlashga bog'liq emas. Aslida esa muammo bitta ko'rinmas xatoda yotadi. Endi sizga savol: agar men sizga o'sha xatoyingizni aytsam, uni qanchalik tez to'g'rilardingiz? Ismim Shohruh, 2 yildan beri dizayner bo'lib ishlayman va hozirda oyiga $1000 dan $2000 topaman. 2 yil oldin esa bor yo'g'i oyiga $300 topardim. Bugun sizlarga o'zim $300 dan $2000 gacha chiqishimga yordam bergan bilimlarim va tajribam bilan bo'lishaman va 3D Max'da realistik yorug'lik yaratishni o'rgataman. Va ertadan boshlab agarda men aytgan narsalarni qilsangiz, siz renderlaringiz realistik chiqishni boshlaydi va uringiz ko'targaningizdan keyin mijozlaringiz yoki ishlaydigan dizayn studiyangiz o'zi sizga 2-3 barobar ko'proq to'lashni boshlashadi. Bu degani endi siz hech qachon klientlardan qimmat ekan degan gapni eshitmaysiz. Endi arzonga ishlab yurishga majbur bo'lmaysiz. Endi oddiy past darajali dizaynlarni qilmaysiz. Va videoni oxirigacha ko'rganlarga shu darsda o'rgangan bilimlaringizni bugunoq amalda qo'llashga yordam beradigan katta sovg'a beraman. Men dizayner sifatida dizaynerlar qanaqa qiyinchiliklar duch kelishini ich-ichimdan yaxshi bilaman. Chunki o'zim ham shu sohada qiynalib o'sganman. Oldinlari kunlab ishlardim, lekin dizaynlarim atmosferli, chiroyli va to'pli dizaynerlarga o'xshab chiqmas edi. Ish qidirib yuzlab dizayn studiyalarga portfoliyomni jo'natib chiqardim, lekin bittasi ham meni ishga olmasdi. Mijozlarim, ish so'ragan studiyalarim har doim ham xizmat haqqimga ko'p to'lashmas edi va arzonga ishlab yurishga majbur bo'lardim. Uchta joyga ishga topshirganimdan keyin bitta muhim narsani tushunib yetdim. Kam daromad qiladigan dizayner, katta daromad qiladigan dizaynerlarning orasidagi farq faqat tajribasida emas ekan. Asosiy farq ularning portfoliosida ekan. Aynan portfoliosidagi dizaynlarning kuchli g'oyasi va ularning vizualizatsiyasining realistik ko'rinishda taqdim etilishi dizaynerlarning daromadiga katta ta'sir qilar ekan. Klientlar faqat chiroyli rasmlar qidirmaydi. Ular realistik ko'rinadigan renderlar, noodatiy interyer yechimlar va chiroyli dizaynlar qidirishadi. Qisqa qilib aytganda, wow effektli dizaynlarni qidirishadi. Men buni tushunib yetdim. Proyektimni keyingi bosqichga olib chiqqanimdan keyin premium darajadagi proyektlarni ishlashni boshladim. Portfoliyom yuqori darajadagi dizaynerlarga o'xshashni boshladi. Mijozlarim xizmatim uchun ko'proq to'lashni boshlashdi. $300 loyihalardan $1000 dan $10,000 gacha bo'lgan loyihalarni olishni boshladim. Va shu videoda men sizga xuddi shu yo'lni menga o'xshab 3 yilda emas, balki qisqa vaqt ichida bosib o'tishni o'rgataman. Interyer dizaynerlarni ikkita guruhga ajratsa bo'ladi. Birinchisi, yillar davomida mehnat qilib, ammo baribir bitta joyda qolib ketgan, daromadini oshira olmayotgan yoki daromadi juda ham sekin oshayotgan dizaynerlar. Ikkinchisi esa premium va qimmat loyihalarni olib, katta pul topayotgan dizaynerlar. Ha, to'g'ri. Bu toifadagi dizaynerlar birinchi toifadagi dizaynerlardan 2 barobar kamroq ishlab, ulardan 3-4 barobar ko'proq daromad qilishadi. Nimaga? Chunki ikkinchi toifadagi dizaynerlar uchta sirni voqliroq tushunib, ularga amal qilib ishlashni boshlashgan. Birinchisi, kuchli portfolio. Ko'pchilik dizaynerlar o'ylashi bo'yicha, ko'proq ishlasam, optik bilan ishlarim o'zidan o'zi yaxshilashib ketaveradi. Xizmat narximni oshirishim uchun ko'proq tajriba to'plashim kerak. Renderlarning sifatini oshirish uchun ko'proq YouTube'da bepul darslarni ko'rishim kerak. Lekin aslida bunaqa emas. Men ham xuddi shunaqa o'ylardim. Kuniga 10-12 soat ishlardim. YouTube'da har xil bepul darslar ko'rardim. Lekin baribir meni renderlarim sifati past va dizaynlarim o'xshamas edi va daromadim bitta joyda qotib qoluvdi. Shu payt men tushundim. Muammo meni bilimim yoki tajribamda emas, balki meni portfoliomda edi. Agar men bu narsani 2 yil oldinroq tushunib, portfoliom ustida tezroq ishlashni boshlaganimda, hozirgi natijalarimga 3 yilda emas, balki yarim yil yoki 1 yilda erishgan bo'lardim. Keyin esa kuchli portfolio yaratganimdan keyin natijam kutilmagan darajada tez o'zgardi. Dizayn va renderlarim professional ko'rinishga ega bo'ldi. Mijozlarning o'zlari menga murojaat qilib, proyektlar berishni boshlashdi. Eng muhimi, kuchli portfolio yaratganimdan keyin xizmat narxim oshdi va men oldingidek 12 soat emas, atigi 5-6 soat ishlashni boshladim. Shunga qaramay daromadim 3-4 barobar ko'paydi. Bu menga erkinlik berdi va men ko'proq vaqtimni oilam, do'stlarim va shaxsiy rivojlanishim uchun ajratishni boshladim. Va ko'rib turganinglardek sayohatlar ham qilishni boshladim. Ikkinchisi, 3D Max'da realistik yorug'likni qanday sozlash mumkin? Ko'pchilik dizaynerlar yorug'likni noto'g'ri nastroyka qilishadi va natijada chiroyli va qiziqarli dizaynlar ham juda ham zerikarli, oddiy ko'rinib qoladi. Qilinadigan eng katta 3 ta xato. Bitta yorug'lik manbasidan foydalanish, tabiiy oynadan kirib turgan yorug'lik bilan sun'iy galogen yorug'liklarni aralashtirib tashlash. Buning natijasida soyali yo'q bo'lib ketadi va realizm yo'qoladi. Bu xatolarni shunaqa qadamlar bilan to'g'rilashingiz mumkin.
Faqat yozib olish esingizdan chiqmasin. Xonani yoritayotganda faqat oynadan kirib turadigan tabiiy yorug'likdan foydalaning. Chunki aynan tabiiy yorug'likda yuzaga keladigan soyalar renderga chuqurlik qo'shadi. Bu texnika dizaynda renderlarni qimmat ko'rsatishga yordam beradi. Yorug'lik realistik chiqishi uchun 4 xil yoritish turidan foydalanish muhim. To'ldiruvchi yorug'lik. Bu yorug'lik umumiy yorug'likka javob beradi va renderdagi qorong'u joylarni ochartiradi. U kuchsiz va yumshoq yorug'lik berib turishi kerak. Asosiy yorug'lik. Bu eng kuchli yorug'lik manbai bo'lib, asosiy fokus qaratilayotgan joyga yoritadi. Masalan, stol, mebel yoki boshqa muhim detallar aynan shu yorug'lik bilan ajralib turadi. Modellashtiruvchi yorug'lik. Bu yorug'lik obyektlarning shaklini, hajmini ko'rsatib turish uchun ishlatiladi. U renderga chuqurlik va realistik effekt beradi. Kontur yorug'lik. Bu yorug'lik orqadan tushiriladi va obyektlarni fon bilan ajratishga yordam beradi. Agarda siz proyektlaringizda ushbu turdagi yorug'likdan foydalansangiz, renderlaringiz realistik chiqishni boshlaydi va jurnaldagi interyerlar kabi ko'rinishga ega bo'ladi. Esingizdan video boshida sizga bitta sovg'a borligini aytdim. Bu sovg'a o'zimni shaxsiy 3D Max'da yaratgan sahnamni boshqa dizaynerlar pulga sotadigan narsani sizga tekinga bermoqchiman. Uning ichida siz men ishlatadigan yorug'lik va render nastroykalarimni ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu sovg'ani video oxirigacha ko'rsangiz, qanaqa qilib olishni tushuntirib beraman. Ko'p dizaynerlar 3D Max'da materiallarni o'zligiz nastroyka qilmasdan boshqa modellardan olib qo'yib yuborishadi va shu sababli ularning renderlari o'xshamaydi. Buning sababi bu materiallar boshqacha sharoitlarda, boshqa yorug'lik va boshqa render sozlamalarida sozlangan va boshqa modellarning materiallari xuddi ularni ko'rinishiga o'xshab chiqishi uchun siz yorug'likni va render sozlamalarini ular qanaqa qilganligini topib, siz ham xuddi shunaqa qilishingiz kerak bo'ladi. Agarda siz ularning yorug'lik va render sozlamalarini izlab, fol ochib o'tirishga vaqtingiz bo'lmasa, unda siz renderlaringiz tabiiy va realistik chiqishi uchun har bir materiallarni alohida o'zingiz xonangiz yorug'ligidan kelib chiqib sozlashingiz kerak. Dizaynerlarning yorug'lik bilan qiladigan eng katta xatolarini va yechimlarini o'rgandingiz. O'rgatgan usullarim bilan o'z portfoliongizga wow proyektlarni qo'shib, qimmat to'lashga tayyor bo'lgan mijozlarni topa olasiz. Lekin siz bu darslikka menimcha yorug'likning nastroykasini o'rganish uchun emas, daromadingizni oshirishga va xizmatingiz uchun ko'p pul to'lashga tayyor bo'lgan mijoz topish uchun va balki daromadingizni oshirishga va xizmatingiz uchun ko'p pul to'lashga tayyor bo'lgan mijozlarni topishni o'rganish uchun kelgansiz. Bizning sohada muvaffaqiyat siri faqat chiroyli renderlarda emas, realistik yorug'likni to'g'ri chiqara olish va chiroyli renderlarni o'zi sizga bozorda 80-90% dizaynerlardan oldinroq bo'lish imkonini beradi. Lekin faqat shuni o'zi mijozlarni sizga 3 barobar ko'proq pul to'lashga majbur qila olmaydi. Mijozlar shunchaki renderlarga pul to'lamaydi. Ular hamma ishda ham o'z ishini qadrlaydigan mutaxassisga ko'proq pul to'lashadi. Va ko'p dizaynerlar qanchalik yaxshi ishlasa ham, agar portfoliosi katta proyektlar bo'lmasa, ular arzon narx bilan ishlashga majbur bo'ladi. Dizaynerlik sohasida yuqori cho'qqi nima? Ichingizda o'ylang va solishtiramiz. Yuqori cho'qqi bu 3D Max'da yorug'likni realistik sozlashni bilishmi yoki materiallarni realistik sozlashni bilishmi? Lekin eng muhim narsa bu emas. Sizni premium darajadagi dizayner qiladigan narsa bu mijozlaringiz sizni boshqa yuzlab dizaynerlardan ajratib tanlashi. Siz baland narxda ishlashni boshlaysiz, siz kamroq ishlab, kamroq kuchingizni, vaqtingizni sarflab, ko'proq daromad qilishingiz. Lekin ko'pchilik dizaynerlar hech qachon bu darajagacha yetib kelisha olmaydi. Chunki ular asosan noto'g'ri narsalarga e'tibor qaratishadi. Dizaynerlarning yaxshi daromadga chiqishga xalaqit qilayotgan narsa nima? Ular yillar davomida vaqtini YouTube'da bepul darslarni ko'rib, renderlarni yaxshilashtirishga harakat qilishadi. Lekin natijada hech nima o'zgarmaydi. Klientlar va studiyadagilar ularning iste'dodini o'zlari payqab qolishiga umid qilishadi. Lekin odatda bu bunaqa bo'lmaydi. Ular baribir kam pul to'lab yuraverishadi. Agar ozgina yaxshiroq va ko'proq ishlasam, oxiri premium darajaga chiqaman deb o'ylashadi. Lekin ularning daromadi faqat inflyatsiya ko'tarilgani hisobiga ko'tariladi xolos. Ozgina yaxshiroq bo'lishi muhim emas. Haqiqiy katta o'zgarishlar keyingi etapga chiqishga yordam bergan qadamlarni qilganingizdan keyin bo'ladi. Meni hozirgi darajamga chiqishimga yordam bergan eng katta narsalardan bittasi taxmin qilishim bo'ldi. YouTube'da tuganmas darslarni ko'rishni to'xtatib, kuchli ustoz topib, ulardan o'rganganim bo'ldi. Chunki o'zim o'rganganimda yana 1-2-3 yil vaqtim ketardi. Men bo'lsa
vaqtimni yo'qotgandan ko'ra puldan ketishi afzal ko'rdim va shogird tushib o'rgandim. Shunaqa qilib men ilgari sudyalar rad etgan dizayner bo'lsam ham yuqori darajali loyihalar ustida ishlashni boshladim va $300 loyihalarda 1000 va undan ham ko'proq turadigan loyihalarga o'tdim. Men o'zim o'rganganlarim bo'yicha hozirgacha shogirdlar chiqardim va ulardan 15 yoshli bola $1000 atrofida, Aziza degan qiz Dubayda $4000 oylikka ishlab yuribdi. Yosh bola qila oladi degani bu siz ham bu natijaga chiqa olishingizni bildiradi. Lekin bu uchun siz qayerda nima xato qilyapsiz, nimaga sizni ishlaringiz o'xshamayotganligini bilib, daromadingizni 2-3 barobar o'stirish uchun tayyor strategiyaga ega bo'lishingiz kerak. Bularni hammasini men o'z konsultatsiyamda ishlaringizni tahlil qilib, daromadingizni o'stiradigan strategiya tuzishga qarashib boraman. Konsultatsiyada biz siz bilan o'tirib, ishlaringizni razbor qilib, qayerda xato qilyapsiz, nimaga ishlaringiz yaxshi chiqmayotganligini tahlil qilib, daromadingizni 2-3 barobar oshirish uchun strategiya tuzib chiqamiz. Shu videoni ko'rayotganlar ichidagi konsultatsiyaga birinchi 10 ta yozilganligi konsultatsiya bepul bo'ladi. Konsultatsiyaga yozilish uchun описаниеda menejer telegramini yozib qoldiraman. O'sha yerdan o'tib konsultatsiyaga yozilmoqchiman deb yozib qo'ysangiz, ular sizni yozib qo'yishadi. Va tepada aytgan sovg'amni, ya'ni yorug'lik va materiallar sozlangan sahnani bepulga qo'lga kiritish uchun meni Reels'da o'z Instagram storiesingizda joylab, meni atmetka qilib qo'ying va Reels'da kommentariyasida 3 ta dizaynerni belgilab qo'ying.